O'g'lingizni niyati yaxshi ekan. Yur ketdik. Qayoqqa ona? Makkaga yetmasdan ortga qaytmaymiz. Makkaga? Jannat onalar oyog'i ostida filmi so'nggi paytda barchada ijobiy qiziqish uyg'otib, juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgani sir emas. Bu film shu darajada ommalashdiki, hatto u xalq og'zida tinmay iliq fikrlar bilan eslanmoqda. Film rejissyori qirg'izistonlik Ruslan Akun doim komedik filmlar bilan mashhur bo'lgan, ammo bu safar rejissyor jiddiyroq ishga qo'l urgan. U ushbu kinosida nafaqat Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyo xalqlaridagi milliy diniy qadriyatlar va urf-odatlarni ham ko'rsatib bermoqchi bo'lgan. Film esa juda ko'plab mamlakatlarda tasvirga olingan. Ushbu film aqliy rivojlanishi past, xuddi 8 yoshli bolanikiday bo'lib qolgan 30-35 yoshli Odil va uning onasi haqidadir. Filmda onasi Rayhon opa Tangri Odilni o'zgacha yaxshi ko'rishini, shu sababli u to'g'ri jannatga kirishini takror-takror aytadi. Ammo o'g'il esa onasisiz jannatga kirishini xohlamas edi. Meni bolam o'zgacha. Allohim seni shunchalik yaxshi ko'radiki, to'g'ridan-to'g'ri jannatga kiritadi. Jannatga? Men jannatga boramanmi? Men jannatga sizsiz bormayman. Allohimga aytaman, onamni ham jannatingga kirit deyman. Keyin ikkimiz birgalikda jannatda yashaymiz. Odil va onasining ustidan esa butun qishloq ahli va bolalari hamisha kulib kelishardi. Ammo qishloqda Odilning yagona do'sti Samir edi xolos. Kunlarning birida do'sti Samir unga agar onasini haj ziyoratiga yayov olib borsagina jannatga birga tushishi mumkinligi haqida aytadi. Onamni Makkaga yayov olib borsam, onam jannatga kirar ekanlar. Men ham borsam onam kiradimi? Jannatga, ha? Buni eshitgan film qahramoni esa bu ishga jiddiy yondashadi. U bunga hatto onasini ham ko'ndiradi. Ular o'z aravachasida Qirg'izistondan O'zbekiston orqali yo'lga chiqishadi. Hojaga qanilar? Sizlarga faqat masxara qilish bo'lsa bo'ldi. Mana shu kulminatsion nuqtadan filmning voqealar rivoji qiziy boshlaydi va yo'lda turli-tuman hodisalar yuz beradi. Bolam meni Makkaga olib boradi. Bu holatlarni kino zaldagi tomoshabin ko'rib aslo zerikib qolmaydi. Rejissyor suratga olingan davlatlarga oid qiziq holatlarni ham shu filmga qo'shib ketgan. Chunki bu film bir nechta davlatlarda suratga olingan. Men baribir onamni Makkaga boraman. Ikkimiz tog'lardan, suvlardan, cho'llardan o'tamiz. Bunga yorqin misol esa ular O'zbekiston orqali safar boshlaganida qahramonlar choyxonada o'tirib osh iste'mol qilishadi. Ular O'zbekistonda bo'lganlarida o'zbek millati qanchalar mehmondo'stligi-yu, hatto qilgan yaxshiliklari javobsiz qolmaganini ko'rishadi. Ushbu filmda o'zbek aktyori Rajab Adashev ham epizod rolda ishtirok etgan. Ozarbayjonga kelasizlar. Undan Turkiyaga o'tasizlar. Va Siriyaga o'tasizlar. Siriya? Yo'lda har xil sarguzashtlarga boy voqealar yuz beradi. Filmda Odilning maqsadi to'g'riligi va aniqligi sabab turli millat vakillari tomonidan bu qadrlanadi. Opa, bolangizga gap yo'q. Makkaga, tag'in aravada. Haj ziyoratini qayoqdan biladi? Iymon degani aqldan emas, yaratgandan. Ular qaysi mamlakatda bo'lishmasin, ikki qahramonga faqat yordam berishadi. Ona va o'g'il ham ularning bu ezgu ishlariga chiroyli javob qaytarishadi. Qahramonlar Qozog'istondan Kaspiy dengiz orqali Ozarbayjonga o'tishadi va ular Suriyaga yetganda u yerda dahshatli urush bo'layotgani va u eng xavfli hudud ekaniga guvoh bo'lishadi. Xudoni o'zi kechirsin seni.
Ammo bu notinch holatlar o'g'ilni orqaga qaytishiga emas, faqat va faqat oldinga yurishiga undaydi. Chunki uning maqsadi aniq va u bu ishga qattiq kirishgan edi. Hatto u jangarilar qo'liga tushib qolganida ham ularga qirg'izistonlik hamyurti bir ayol o'zi chorasiz bo'lishiga qaramay hamyurtlariga yordam beradi. Ushbu film kinoteatrlarda 11-apreldan boshlab namoyish qilindi. Ilk premyeradan keyin barcha ko'zida yosh bilan taassurotlarini va ijobiy fikrlarni bildiradi. Men tomoshabin sifatida ba'zi kinoni ko'rdim va maslahat beraman. Vaqtingiz bo'lsa kelinglar. Ruslan Akun do'stimiz baraka topsin, yaxshi rejissor. U tomoshabinni nima yoqishini, tomoshabinga qanaqa film qalbidan yaxshi o'rin olishini biladi-da. Bugungi kunda ota-onasi qadriga yetmayotganlar bor, kelib ko'rsin shu filmni. Aslida mana shu filmdagi jarayonlar umuman umra va hajni qiymati qay darajadaligini ko'rsatadi. Allohga bo'lgan muhabbat shunaqa go'zal tarzda ochilgan. Men sevdim bu filmni, istardimki har bir o'zbek vatandoshimiz bu filmni ko'rish kerak. Taassurotlar zo'r, hammaga maslahat beramiz, kelib vaqtinglarni ajratib albatta ko'ringlar. Har bitta davlatda nima desa o'sha muhitini ochib berishgan. Ushbu filmni takror tomosha qilish kerakligi hamda bunday filmlarni yana suratga olish kerakligini ham ma'lum qilib o'tishdi. Ushbu filmdagi aqli noqis yigitning maqsadi va uning chekinmasligi barchani ta'sirlantirdi va qahramon maqsadiga erishgani barcha tomoshabinlarning ham o'z maqsadlariga ishonchini yana oshirgan bo'lsa ajab emas. Ushbu ommalashayotgan kassabob film barchaning ko'nglidan iliq joy egalladi. Biz musulmonmiz, o'tkazib yuboringlar, aylanaylar. Men seni judayam yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, ona. Men ham sizni yaxshi ko'raman.